Erinchoqlar uchun trifle. Hech qanaqa biskvit pishirmasdan turib ham shunaqa shirin trifle tayyorlash mumkin. Bu uchun bizga o'sha yoshlikdan yaxshi ko'rib yeydigan pryaniklarimiz kerak bo'ladi. Yaxshilab ularni chopperda maydalab olgandan keyin qaymoqli kremimizdan tayyorlaymiz. Qaymoqga zugshonli moloko qo'shib, keyin idishlarimizga urvoqlarimizni solib olib, ustidan molokoli suv bilan yaxshilab propitka qilamiz va xohishga ko'ra nachinka qo'yamiz. Men nachinkada qizil smorodina bilan malinani yaxshilab ezib aralashtirdim. Juda ham zo'r sachitaniya bo'ladi. Ikkinchi nachinkaga esa banan qildim. Keyin ustidan kremli qaymog'imizni siqib chiqdim. Aslida trifle bir etaj bo'ladi. Men 2 etaj qilishga qaror qildim. Yeganga yarasha bir to'yib maza qilib bolajonlar yeyishsin dedim. Keyin yana shu harakatlarni qaytardim. Urvoq, nachinka va yana qaymoqli krem. Ularning ustidan esa eritilgan shokoladni qo'yib chiqdim va xolodilnikka kamida 2 soatga olib qo'yish kerak. Men tajriba qilib yarim soatda olib yeb ko'rdim. Judayam shirin chiqdi. Hech qanaqa farqi yo'q biskvit bilan qilingan trifledan. Ustini chiroyli bezatib, oila a'zolaringizga qilib bersanglar, maza qilib yeb olishadi. Albatta qilib ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.